Assalomu alaykum Anjirbek foydalanuvchilari va omadli o'tkazmasi aksiyasi ishtirokchilari. Barchani bugun jonli efirda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlar bilan jonli efirda omadli o'tkazma aksiyasining 2-haftasi ishtirokchilari orasidan g'oliblarni aniqlaymiz. Ya'ni qo'limda turgan mana bu 4 ta smartfonning egalarini aniqlaymiz. Barchani yaxshilab joylashib olishini so'rab qolamiz. Demak, jonli efirni boshlashdan oldin, g'oliblarni aniqlashdan oldin Anjirbek ilovasi va omadli o'tkazma aksiyasi haqida qisqagina ma'lumot berib o'taman. Shu orada jonli efirni ko'ruvchilar ham biroz yig'ilib qoladi. Anjirbek ilovasi Rossiyadan boshqa davlatlarga pul yuborish uchun mo'ljallangan ilova. Xususan, Anjirbek ilovasi orqali siz Rossiyadan turib dunyoning istalgan davlatiga pul yubora olasiz. 200 dan ortiq davlatga jo'natma qilishingiz mumkin. Anjirbek ilovasi orqali O'zbekistondagi Uzcard, Humo kartalariga bemalol to'g'ridan-to'g'ri pul yuborishingiz mumkin. Undan tashqari Tojikistondagi Korte Milliy, Qirg'izistonning Elcard kartalariga va yuqorida aytganimdek dunyodagi istalgan davlatning Visa kartasiga pul yuborishingiz mumkin. Shuningdek, shu bilan birga O'zbekistonga naqd pul ham yuborishingiz mumkin. Ya'ni sizning yaqinlaringizdan yoki oila a'zolaringizda karta bo'lmasa, ularga naqd pul yubora olasiz. Yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz naqd pulni Universal Bank va Garant Bankning istalgan filiallaridan kelib olib ketishlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birga faqatgina o'tkazma qilish emas, oilangiz uchun ular kommunal to'lovlarni ham to'lashingiz mumkin. Siz Rossiyadan turgan holatda O'zbekistondagi xonadoningizning kommunal to'lovlariga to'lov qilib, xonadoningizda elektr energiyasi, gaz yoki boshqa xizmatlarni davomiy ravishda ishlab turishini ta'minlay olasiz. Oila a'zolaringizning mobil raqamlarga to'lov qilib, ularning balansini to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, shu bilan birga Anjirbek ilovasida hozirda aksiya ketmoqda. Buni barchamiz bilamiz. Omadli o'tkazma aksiyasi. Aksiya haqida qisqagina ma'lumot beradigan bo'lsam, aksiyada ishtirok etish uchun 5000 rubl o'tkazma qilishingiz kerak bo'ladi. 5000 rubl o'tkazma qilib, siz aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. 5000 rubl uchun sizga bitta anjir beriladi. Ya'ni bitta anjir bu bitta imkoniyat degani, bitta bilet degani. Agar siz 5000 rubl emas, 10000 rubl o'tkazsangiz, sizda 2 ta imkoniyat bo'ladi. 100.000 rubl o'tkazsangiz, sizda 20 ta imkoniyat bo'ladi. Bu degani siz qanchalik ko'p o'tkazma qilsangiz, aksiyada g'olib bo'lish imkoniyatingiz shunchalik yuqori bo'ladi. Aksiyada jami 16 ta smartfon o'ylanadi. Har hafta 4 ta smartfon g'oliblari aniqlanadi. Aksiyamiz jami 4 hafta davom etadi. Bugun ham sizlar bilan jonli efirda 4 ta smartfonning egasini aniqlaymiz. Oldingi haftada esa 4 ta smartfonning g'oliblarini aniqlagandik. Ularni ham jonli efirda aniqlagan edik va kimlar g'olib bo'lganligini ijtimoiy tarmoqlarimizda e'lon qilgan edik. Shundan so'ng esa aksiyadagi g'olib bo'lganlarning barchasiga ularning yutuqlarini, smartfonlarini yetkazib berdik va buni ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali yoki Anjirbek ilovasining o'zida bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Anjirbek ilovasiga kiring yoki ijtimoiy tarmoqlarimizga kiring va haqqoniy ravishda sovg'alar yetkazib berilganligini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birga bugun 4 ta smartfon o'ynaymiz. Boya aytganimdek, siz ham aksiyada ishtirok etishingiz uchun yana bir bor takrorlab o'taman, Anjirbek ilovasi orqali 5000 rubl o'tkazma qilishingiz kerak bo'ladi eng kamida. Anjirbek ilovasini esa Google Play yoki App Store dan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa azizlar, biroz odam minglab qolgan bo'lsa, aksiyamizni boshlaymiz. Jonli efirda g'oliblarni aniqlaymiz. Qo'limdagi 4 ta smartfon egasini bugun sizlar bilan birgalikda aniqlaymiz. G'oliblarni qanday aniqlaymiz? G'oliblarni aniqlash uchun biz randomdan foydalanamiz. Bizda barcha ishtirok etgan, ilova orqali pul o'tkazma qilgan ishtirokchilarning ro'yxatlari mavjud. Biz bu ro'yxatdan 4 ta g'olibimizni bugun aniqlab olamiz. Shuningdek, bizda o'tgan hafta g'olib bo'lganlarning ro'yxatlari ham mavjud. Ularni ko'rishingiz ham mumkin. Hozir biz ularni ko'rsatamiz. Shu bilan do'stlar, keyingi g'olibimiz kim bo'lishini aniqlaymiz va g'olib aniqlagandan so'ng jonli efirning o'zida biz unga qo'ng'iroq qilib, g'olib bo'lganligi bilan tabriklaymiz va u bilan xabarlashamiz. Bu yerda barcha ishtirokchilar ko'rinib turibdi azizlar. Bizda barcha ishtirokchilar bor. Jami 39 mingdan ortiq ishtirokchi bor. O'tgan safarga qaraganda ancha odam ko'paygan bu safar. Misol uchun birinchi turgan inson Xalmamatov Yusupov.
Unda jami 17 ta anjir bor. 17 ta anjir degani bu uning 17 ta imkoniyati bor degani. Yoki keyingi inson Oxunjon Klichev. Unda 2 ta anjir bor, 2 ta imkoniyat bor. Va aytgandek, qanchalik ko'p o'tkazma qilsangiz, g'olib bo'lish imkoniyatingiz shunchalik oshadi. Ro'yxat uzun. Bu ro'yxatda sizning ismingiz ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni agar siz o'tkazma qilgan bo'lsangiz, 5000 rubldan o'tkazma qilgan bo'lsangiz, ro'yxatda aniq borsiz. Xo'p, azizlar, g'oliblarni aniqlashni boshlaymiz. 4 ta smartfon egasi bugun aniq bo'ladi. Sizlar bilan aniqlaymiz va jonli efirda sizlar bilan ularga qo'ng'iroq qilamiz. Birinchi g'olibni aniqlashni boshlaymiz. Ketdi. Hozir random bizga birinchi g'olibimiz kim ekanligini aniqlab beradi. Ma'lum bir soniyalardan so'ng, balkim bu siz bo'lishingiz mumkin. Jonli efirda aniq kuzatib turing. Xo'p, birinchi g'olibimiz Yahyayev Abdukarim. Tabriklaymiz Abdukarim akani. Hozir bizda ularning telefon raqamlari bor. Biz ularga qo'ng'iroq qilamiz va yangi smartfon ularni tabriklaymiz. Azizlar, siz ham o'tkazma qiling, aksiyada ishtirok eting va 16 ta smartfondan birini yutib oling. Hali sizda imkoniyat bor. Aksiyamiz hali yana davom etadi. O'tkazma qiling, imkoniyatlaringizni oshiring. Balkim bu hafta siz g'olib bo'lmadingiz, lekin keyingi hafta g'olib bo'lishingiz mumkin. Sizga ham jonli efirda qo'ng'iroq qilamiz agar nomingiz chiqadigan bo'lsa. Hozir esa biz birinchi g'olibimiz Yahyayev Abdukarimga qo'ng'iroq qilamiz. Mana gudok ketmoqda Abdukarim akaga. Telefonni olishlari bilan ularni tabriklaymiz. Alo. Telefonni qo'yib qo'yishdi. Qaytadan yana bir urinib ko'ramiz, yana bir bor. Ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Yangi smartfon bilan tabriklaymiz, yutuqlaymiz, tabriklaymiz yana bir bor. Abdukarim aka aksiyamizda birinchi g'olibimiz bu haftadagi. Hozir raqamlarni terdik, hozir ularga gudok ketadi. Aksiyada ishtirok etish uchun boya aytganimdek azizlar, atigi 5000 rubl o'tkazma qilish kifoyasiz, aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Gudok ketyapti. Nimagadir yana bir qo'yib qo'yishdi. Yana bir bor urinib ko'ramiz. Xo'p azizlar, Abdukarim aka bilan keyinroq bog'lanamiz. Bizda ularning nomerlari bor, kontaktlari bor. Biz ularga albatta aloqaga chiqamiz va YouTube bilan tabriklaymiz. Endi esa sizning vaqtingiz olmagan holatda ikkinchi g'olibni aniqlashni boshlaymiz azizlar. Ikkinchi g'olibimiz. Hozir random orqali aniqlaymiz. Ketdi, g'olibni aniqlash. Xo'p, random aylanmoqda. Random hozir bizga ikkinchi g'olibimizni ko'rsatib beradi. Ikkinchi g'olibimiz kim bo'lishini hozir ko'ramiz. Xo'p. Ikkinchi g'olibimiz Julibekov Abdurazak. Abdurazakni tabriklaymiz azizlar. Va ular bugun jonli efirimizda ikkinchi haftaning ikkinchi g'olibi bo'lishdi. Samsung smartfonining g'olibiga aylanishdi. Hozir ham ularga qo'ng'iroq qilamiz. Ularning raqamlari bor. Ular bilan bog'lanamiz va ularga yutuqlari bilan tabriklaymiz. G'olib bo'lganligi bilan tabriklaymiz. Xo'p, qo'ng'iroq qildik. Hozir gudok ketadi. Gudok ketyapti. Biroz kutamiz. Telefonni olishlari bilan biz ularni g'olib bo'lganingizdan tabriklaymiz deymiz. Julibekov Abdurazak. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum. Abdurazak akasmisiz? Ha, men. Kim bu? Aka, Anjir Pelovasdan qo'ng'iroq qilyapman. Anjir Pelovas omadli o'tkazma aksiyasida siz g'olib bo'ldingiz va Samsung Galaxy smartfon yutib oldingiz. Tabriklayman aka. Rahmat. Anjir Pelovas o'tkazma qilgandingiz, ishtirokchiga aylangandingiz va siz, men tabriklayman, Samsung Galaxy smartfonining g'olibiga aylandingiz aka. O'tgan yili uni qandim. Ha? O'tgan yili. O'tgan haftadami? Yo'q, o'tgan yili shuni aniqlandim-da. Gigabayt men shunaqalar sotib shunaqa qildim men. Ha, xo'p aka, qayerdan olsam bo'ladi?
akasi bilan hali bog'lanamiz. Hozir jonli efirda sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Jonli efirda sizni aniqladik va siz g'olib bo'ldingiz. Sizga hali bog'lanamiz va YouTube'ni qanday qilib olish, boshqa tartib qoidalar haqida batafsil ma'lumot beramiz aka. Bu bepulmi bu? Ha, bepul aka. Aksiyada g'olib bo'ldingiz. Tabriklayman bor aka. Rahmat. Boringizga shukur. Azizlar, tabriklaymiz Abdurazzoq akani. Qo'ng'iroq qildik, telefonni ko'tarishdi, ularni tabrikladik. Ko'rdingiz, eshitdingiz, bildingiz. Ana endi esa navbat 3-g'olibimizni aniqlashga, 3-smartfonning egasini aniqlashga navbat. Random orqali 3-g'olibimizni ham aniqlaymiz azizlar. G'olibni aniqlaymiz, ketdik. Xo'p, random aylanmoqda va u bizga 3-g'olibni aniqlab beradi. Xo'p, kutamiz. Ozgina qoldi. Artikov Ulug'bek. Ulug'bekka tabriklaymiz. Ulug'bekka yangi g'olibimiz bo'ldi. Hozir Ulug'bekga telefon qilamiz, bog'lanamiz va ularni ham YouTube bilan tabriklaymiz. Azizlar, siz ham aksiyada ishtirok eting. Mana shunday qilib g'olib bo'lishingiz mumkin. Jonli efirda sizni aniqlaymiz. Artikov Ulug'bek aka telefonlarga qo'ng'iroq qildik. Hozir gudok ketadi, ular bilan bog'lanib, ularni ham yana tabriklaymiz. Gudok ketmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ulug'bek aka, sizmisiz? Man kim bu? Tabriklayman aka. Anjir Paylavosdan qo'ng'iroq qilyapman. Siz omadli o'tkazma aksiyamizda ishtirok etib, Samsung Galaxy smartfonining egasiga aylandingiz. Hozir jonli efirda siz bilan bog'lanyapman. Yana qaytaring. Anjir Paylavosdan qo'ng'iroq qilyapman aka. Omadli o'tkazma aksiyasida siz g'olib bo'ldingiz. Samsung Galaxy smartfonining egasiga aylandingiz. Jonli efirda sizga qo'ng'iroq qilyapman. Tabriklayman aka. Yangi smartfon muborak bo'lsin. Rahmat. Aka, aksiya haqqoniymi ekan? Haqqoniymi ekan aksiya? Qayerdan olamiz endi uni? Aka, siz bilan batafsil hali bog'lanamiz. Hozir jonli efirdamiz. Siz bilan bog'lanib, YouTube'ni olish va sizga berish tartibi haqida batafsil ma'lumot beramiz aka. Yana bir bor YouTube g'olib muborak bo'lsin. Xo'p, sog' bo'ling. Azizlar, 3-g'olibni ham aniqladik. 3-g'olibimiz Ulug'bek aka smartfon egasiga aylandilar. Endi navbat 4-g'olibni aniqlashga azizlar. Random orqali 4-g'olibimizni ham aniqlab olamiz. Ularni ham muborakbod etamiz. Ketdik, g'olibni aniqlaymiz. Random aylanmoqda, random aylanadi va bizga 4-g'olibni aniqlab beradi. Ularga ham qo'ng'iroq qilamiz, ularni ham YouTube bilan tabriklaymiz. Dultayev Qahramon aka bizning 4-g'olibimiz, 4-smartfonning egasi. Hozir ularga ham qo'ng'iroq qilamiz, ular bilan bog'lanib, ularni ham YouTube bilan tabriklaymiz azizlar. Dultayev Qahramon aka 4-smartfon egasi, 4-smartfon g'olibi. Aksiyamizning 2-haftasidagi 4-g'olib Dultayev Qahramon aka. Azizlar, sizlar ham ishtirok eting. Keyingi haftalarda balkim siz g'olib bo'lishingiz mumkin. Ularga qo'ng'iroq qildik. Hozir ular bilan bog'lanamiz va ularni ham YouTube bilan tabriklaymiz. Dultayev Qahramon aka bizning 4-g'olibimiz. Gudok ketmoqda. Telefon olishlari bilan ularni tabriklaymiz. Azizlar, sizlar ham aksiyada ishtirok eting. Keyingi g'olib balkim siz bo'lasiz. Здравствуйте, я голосовой ассистент. Xo'p, yana bir bor bog'lanib ko'ramiz. Telefonni ko'tarishmadi. Yana bir bor qo'ng'iroq qilamiz, yana bir bor harakat qilib ko'ramiz va ularni YouTube bilan tabriklaymiz. Do'stlar, aksiyamiz ishtirok etmoqda. Hozirda aksiyamizning 3-haftasi davom etmoqda. Anjir Paylavosga kiring, o'tkazma qiling, aksiyada ishtirok eting. Qanchalik ko'p o'tkazma qilsangiz, shunchalik g'olib bo'lish imkoniyatingiz yuqori bo'ladi. Keyingi g'olibimiz balkim siz bo'lishingiz mumkin. Jonli efirda sizga qo'ng'iroq qilgan holatda sizni YouTube bilan tabriklab turishimiz mumkin azizlar. Gudok ketmoqda. Dultayev Qahramon aka. Qahramon aka bilan hozir bog'lanamiz.
Ularni YouTube'dan tabriklaymiz. Yangi smartfon egasi bo'ldingiz deymiz. Nimagadir telefonni olishmayapti. Здравствуйте, я голосовой ассистент. Xo'p, azizlar, 4-chi g'olibimiz Zultayev qahramon aka edi. Biz ular bilan bog'lanamiz. Bizda ularning raqamlari bor. Ularga aloqaga chiqib, yutuqni yutganlik haqida ma'lumot beramiz va yutuqni ularga topshiramiz azizlar. Bugun azizlar 2-hafta ishtirok etgan ishtirokchilar orasidan 4 ta smartfon egasini aniqladik. Aksiyamiz hali davom etmoqda. Hozirda aksiyamizning 3-haftasiga start berilgan. Siz ham aksiyada ishtirok eting, ilova orqali o'tkazma qiling va aksiyamizda g'olib bo'lish imkoniyatiga ega bo'ling. Xo'p azizlar, bu bizda 2-hafta g'oliblari. Avvaliga 1-hafta g'oliblari bilan ko'rsatib o'taman azizlar. 1-hafta g'oliblari Xudoberdi Azimov, Ozodbek Yigitaliyev, Sherzod Naraliyev, Sobir Lutfullayev. Ularning barchasiga azizlar o'z yutuqlari topshirildi. Buni ijtimoiy tarmoqlarimizda yoki Anjirpay ilovasining o'zida kirib ko'rishingiz mumkin. 2-hafta g'oliblarini sizlar bilan jonli efirda aniqladik. Birinchi g'olibimiz Abdukarim Yaxyayev, ikkinchi g'olibimiz Abdurazzoq Julubekov, Ulug'bek Artikov va Qahramon Do'ltayev bizning 4-chi g'olibimiz bo'ldi. Ular qo'limdagi 4 ta smartfonning egasi bo'lishdi. Do'stlar, 3-hafta start olgan, 3-haftada ishtirok eting, o'tkazma qiling va jonli efirda ishtirok etib, jonli efirda g'oliblarni aniqlaganda sizning ham nomingiz chiqib tursin azizlar. Barchaga omad tilaymiz. Xayr, salomat bo'ling.